Klinikamizda yangilik TMS apparat. Bu usulda ancha arzon yo'lga qo'yganmiz. Og'riqsiz hisoblanadi. Bemorlardan hech qanaqa bir diskomfort his qilmaydi. Kattalar nevrologiyasida bu kasallik depressiya, uyqu buzilishi, boshdagi barcha og'riqlar, ya'ni migren, Parkinson kasalligida, insultni barcha turlarida, bosh miya travmalaridan keyingi hosil bo'lgan parez, paralichlarda, miya shikastlanishidan hosil bo'lgan parezlarda, periferik nerv shamollashlarida, bolalar nevrologiyasida autizm, aqliy nutqi orqada qolgan bolalarda, enurezlar, peshobda axloq tutolmaslik, enkopriz kasalliklarda diqqat tanqislik sindromi, SDVG, zadержка речеви yoki zadержка psixorечеви развития, ya'ni aqliy hamda nutqiy rivojlanishda birgalikda kelganda samarali usul hisoblanyapti. Orqa miyadagi periferik nervlarda, ayniqsa disk grijadan keyingi bo'layotgan parez, paralishlarda, yosh kattalarda ayniqsa ayollarda keng uchraydigan CD tutolmaslik yoki mocheveniy движение TMS apparatni sedalishniy formasini olib keldik. Muolajani ham yo'lga qo'yamiz. Bu asosan o'sha men aytgandek yosh katta ayollarda hamda erkaklarda CD tutolmaslik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda juda samarali usul hisoblanadi. Davolash samaradorligini tez va sifatli amalga oshirishni istasangiz, bizning klinikamizga murojaat qilinglar.